Tibbiyot birlashmasidamiz. Shoshilinch qabul bo'limi. Assalomu alaykum, hurmatli vatandoshlar. Ayni damda men 28-iyul kuni Namangan viloyati Chust tuman tibbiyot birlashmasiga tashrif buyurdim. Bu bo'lim tibbiyot birlashmasining shoshilinch qabul bo'limi. Remont ishlari boshlanganligi sababli yopilgan. Mana bu bo'limga ko'chirilgan. Bu yerda yozib qo'yilgan mana. Bo'limda remont ketmoqda. Xo'p, remont bo'layotganiga deyarli 1 oyga yaqin bo'lib qoldi. Qanaqa holatda bo'lyapti? Birinchi o'rinda keladigan bo'lsak, mana ko'rishingiz mumkin. Remont, kraska jarayoni mana shu joygacha bo'lgan kraskalar. Bu nilonlar o'sha oldingi holat. O'tgan yili remont deb yopishgan, 1 oy pashti 1 oygacha shunaqa yopilgan holatda turgan. Remontni faqatgina shu anaqa joylarni almashtirib qo'yishgan. Bu yo'lga e'tibor berishmagan. Men bular yangilanmagan, bular o'sha holatida qolgan. Buni nazoratini qilib qo'yish kerak deb o'ylayman. Bu kattalar o'sha muolaja xonasi. Axir video qilmasa bo'lmaydi-da. Hech kim yo'q. Mana shu narsa ichkariga ochiladi-yu. Ichkariga ochiladi. Birinchidan noqulay. Ikkinchidan ichkarida kimdir boshi aylanib, yiqilib qolsa, buni qutqarish uchun ochsa mana xalaq beradi, menga tiralib qoladi. Shuning uchun buni eshigini tashqariga olish kerak. Keyin mana uni sozlash kerak mana. Buni ham mana bu narsa sanitariyaga javob bermaydi endi buni. To'g'risi. Remontda, remontdan oldin ham shunaqa bo'lganda, yarmigacha kraska qilingan xolos mana. Tepasi bo'lmagan, tepasi. Mana. Ko'ryapsizmi aka? Yarmigacha qilingan kraska, tepasi bo'lmagan. U oxirigacha shunaqa mana. Ko'rsangiz bo'ladi. Tibbiyotda o'zini nimasinasida bu qo'l bola yasalgan. Qo'l bola yasalgan tungi bu kesadi bu. O'tgan safar bitta odam kesilgan mana shu qo'li. Mana shuni ushladi. Men aytganman, ilmni qilganman. Ko'ryapsizmi? Mana shuni ixchamlashtirish kerak. Mana shularni ham yangilanadimi remont? Polisi yangilanadi. Mana shular mana. Ko'ryapsizmi? Hammasini. Hozir aytgan narsangiz, shu narsalarni to'g'rilaymiz deb remont qilishga boshlaganmiz-da. Hozir remont tugagani yo'q. Qachon tugaydi? Endi qachon? Siz payshanba kuni tugataman deyapsiz-da, shunga aytaman. Payshanba kuni ochiladi deyapsizlar, payshanba kuni. Bu hali bitmagan o'ri, mana u turibdi hali bu joylari hali remont yaxshi qilinmagan-da, o'shanga aytaman. Bu davlat mablag' ajratgan bunga, qanchadan qancha. Shunga aytaman. Bu siz bilan meni pulimga bo'layotgani yo'q, bu davlatning xalqi puliga bo'layapti-da bu. Shoshilinch qabul bo'limi. Bu yoqqa ko'chgan. Bu terapiya xonasi, qizil zona, vrach xonasi. Qanaqa xona bu? Shoshilinch qabul bo'limi. Bu shoshilinch qabul bo'limidagi hojatxona. Hojatxona. Terapiya bo'limidagi amaldagi hozirgi shoshilinch qabul bo'limidagi go'zallik. Bu hojatxonasi. Qanday o'tiradi bunga bemorlar masalan? Uzoq ekan. Shoshilinch qabul bo'limi. Bu yerda o'zgarish mana shu xolos. Bu yoqdan kirganda sariq zona deyiladi. Ya'ni fuqarolarni vaqtincha ushlab turish nimasi. Bu yoqda remont ishlari hali tugallanmagan bo'lsa kerak, lekin bu yoqda ham mana shu holatda qoldirishmasa bo'ldi. Xo'p, bu yoqda bitta muammo. Mana shu joydan suv oqadi. O'ylaymizki, mana shuni umumiy hisobda yangilab boshqacharoq qilib shularni qilib berishadi. Bu yoqda kanalizatsiya trubalari bor. Bu yoqdan hidi chiqadi. Fuqarolarga yengillik bo'lish maqsadida uni chiroyli ta'minlashadi degan umidamiz. O'tgan yili
adashmovchilik sabab mana shu joylar shunday kraska qilinganda qolib ketgan. Bu safar endi unaqa bo'lmaydi degan umiddamiz.